ta'lim bo'limiga qarashli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari yong'inga qarshi holatlari kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi o'rganib chiqildi. O'tkazilgan o'rganishlar davomida ushbu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari uzoq muddatlardan buyon davlat yong'in nazorati xodimlari tomonidan taqdim etilgan yozma ko'rsatmalar bajarilmay kelayotganligi aniqlandi. Jumladan maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 1, 17 va 2 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bularning katenlari alohida, qozonxonalari alohida. Bularga mavsumiy ishchi olinishi kerak. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik berdi. Chunki ertaga kuz-qish mavsumi o'tildi, atapitlining sezonga ruxsat kelgandan keyin katel yoqish kerak. Alohida qozon. Sentralniy emasda egasi qo'yish kerak. Yo'q, hali ishchi olinmagan bo'ladi. Ishchi olingandan keyin u o'qitilishi kerak. O'sha alohida qozonxona gaz bilan ishlashga o'qitilgan bo'lishi kerak, sertifikat ruxsatnomasi olingan bo'lishi kerak. Har yili yo qor yog'adi, yo sovuq tushadi. O'sha dama yoqmasa bo'lmaydi. Bolalarni o'quvchi yo tarbiyalanuvchilarni sovuqda qoladi. Keyin majbur bo'lamiz, qo'yamiz. O'shanga hali oldinda vaqtimiz borki, shu kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha so'ralganiga shu narsalarni ma'qul taklif beriladi. Maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli Abdulla Qodiriy ko'chasi 1-uyda joylashgan 17-bog'cha 2-sonli bog'cha yo'q, hali foydalanishga qabul qilinmadi. Davlat komissiyasidan foydalanishga qabul qilish davlat qamoqi qabul imzolanadi. Zabulloh Mufeydi Ma'rifat ko'chasi 3-uyda joylashgan 1-bog'cha isitish mavsumiga mo'ljallangan bo'lgan qozon mavjud bo'lib, buldronlar mo'risi temir tunukadan ishlangan. Buldronlar kuz-qish mavsumiga tayyor emas. Buldronlar maxsus litsenziyaga ega bo'lgan tashkilot tomonidan xulosalar olinmagan. Bu hurmatli deputatlar, ohonlar ham shaharda ham shu paytda imtiyoz bo'lmasin, yong'in xavfsizligi xizmatining rahbari bo'lganimda o'sha yerda bitta bog'cha qurilishi yakunlangan, tugatilgan. Menga bu paytda ruchnoy bo'ladi. Qo'l qo'yib berasan, olib kelishgan. O'sha mudirasiga iltimos, o'shani yong'inga qarshi kurash jamiyati bor. Deb buni aktini olib beringlar. Buldronning sozligi, tozalanganligi haqidagi da'volar. 50 ming so'm, 40 ming so'm ham yozib beradi. Texnik xizmat ko'rsatdi. Bularga aytsa, hozir pul bilan bog'liq masala ko'rib chiqilyapti, qilinyapti, bajariladi. O'shanda hali foydalanishga qabul qilingan bog'chani men hali imzolamagan, o'sha aktni talab qilganman, bir hafta yugurib cho'qib, oxiri olib keldim. O'zim bo'lar ekan, mana olib keldim. Keyin qo'l qo'ydim. Oradan 3 kun o'tmasdan ana kafelnikni tekshirib nima qilamiz, yoqib qo'yganda nasosi ishlamagan, sirkulyatsiya bo'lmagandan keyin galerka yonib yotavergan, portlagan. Kafelnik qolmagan. Qo'lni buzilib, sochilib 6 metr bu yoqda. Bog'chaning halqasidan, zaynasidan 6 metr bu yoqda. U sochilib, akfa oyna derazalari sochildi. Maydalanib sochildi. Yaxshi, bitta bog'chada hech kim bo'lmagan. Hali bog'chaga hali qabul boshlanmagan. O'sha yerda asrab qo'ygan. Bo'lmasa o'sha opa keyin oxiri kelib yig'lab kelgan. Prokuratura jinoiy ish ochgan. Quruvchilarni qamagan. O'shanda ham rahmat sizga, mana shu 40 ming so'mlik hujjat meni qutqarib qoldi. Sizlar befarq qaraysizlar, qabul bo'lmaydi. O'shanga mana hozir ertaga har yili shunaqada. Yo'q, to'polon bo'ladi, yoqiladi. Mana o'tgan yil yo'qdagi o'sha Abdulla Qodiriyning bog'chaga men o'zim borganman, kafelnikni anaqasini remont qilishganda o'zlari ustamas, o'zlari remont qilganda nasos teskari bo'lib qo'ydi. O sirkulyatsiya ichkariga haydashni o'rniga suvni obratga, orqaga haydab salqinga portlab ketishgan. Bulardan tashqari qisqa qilaman, Olmaliq shaharida mavjud maktablardan 7 tasi 3-maktab, 8-9, 10, 14, 16 va 24-maktablar. Bular ham shahar issiqlik ta'minoti markazi tizimiga ulanmagan alohida qozonxonalar. Bularda ham xuddi shunaqa mavsumiy ishchi olish kerak. Qozonxonalar yoqib o'chiradigan mavsumiy ishchi olib turib, ularni o'qitish kerak. Maqtash
tashkilotlarni o'qish kerak. Mana o'zimizda ipoteka banki orqasida bor, yong'inga qarshi kurash jamiyati. Ularning o'zlarining pereskurantlari bor. Nima hudud quronlarni o'sha metrini necha kundan tozalaydi, diametri boshqasiga qarab. Ularni o'sha olib qo'yiladigan bo'lsa, ertaga biron bir holat bo'ladigan bo'lsa, sizlarni bizni asraydigan o'sha hujjat bo'ladi. Tashkilot puliga beriladi. Mana ushbu maktablarda, ushbu 7 ta maktabda qozonxonalar mavjud bo'lib, ulardan hali dronlarni ko'rikdan o'tkazilmaydi. Yoz o'tib ketdi, butun yoz bo'yi hamma qushlar in quradi. O'sha nimalar tashkilotlarni jam qilganning o'zi arzimagan bilmayman hozir. Men aniq summasini bilmayman, balki 100 ming lira, balki 30 ming lira. Pullar bog'liq masala deyiladi-da, ajratilmadi, boshqa qilinmadi. Oxirgi maqsad bo'ladi bu masala haqiqatan jiddiy masala. Yo'q biz befarq qilib aytishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar bular imlar ko'zda tutilmagan xarajatlar yo'qmi? Moddasi bormi? Maqsad bilan uchun xarajatga qo'yib bermaydi. Shunaqa xarajatlarni Bular qo'yib xarajatlar smetasiga qo'yib, bizga taqdim qilsa, buni qonunga muvofiq qaysi qonunlarga ko'rsatilgan bo'lsa, e'tiroz yo'q, qabul qilib olganlar. 100% maktab bog'chalarni yarmar smetiga qo'ymasdan har safar o'zi shu narsalarga pulga mablag' taqiladigan narsaga kelganda xalq ta'limi har safar moliya aybdor deysizlarda moliyaga o'sha xarajatlar smetasidan ayni shunaqa kerak bo'lgan mablag'ga hech qachon kiritilmaydi. Har doim olib ketaveradi. Ekonomist shug'ullanadi, buxgalter shug'ullanadi, kim shug'ullanadi? Bu jiddiyroq qarash kerak bu masalaga. Ekonomist shug'ullanadi bu bo'yicha so'zi bor. Bu bo'yicha biza o'zimiznikini bosib yurish aynan birovlarni hayli biza ta'minot masalasini qilishni qilamiz. Moliyaviy xarajatlar faqat o'zi qonun обработкасы bo'yicha yo'q, obработка haqida gap yo'q. Bitta aynan bo'layotgan mudira haqida gap ketyapti. Ramovka misol truba yorilsa suv oqadi-da. Agar gaz yig'iladigan bo'lsa yo tutun yig'iladigan bo'lsa, is gazdan zaharlanib o'ladi bo'ladi. Biz gaz yoqasiz, hozir ko'mir yoqasiz, gaz yoqasiz. Uni tutun chiqib ketishi kerak emasmi? O chiqib ketishi dimoxotlar haqida gap ketyapti. Kotel yonmasa, mana ruscha uchun dimoxotlarni tozalash uchun alohida jamiyat bor. Jamiyatga bo'lsa, vakil keladi, ko'rib beradi, tozalab, yoki sizga aktini qo'lga beradi. Uni tozalab qo'yish to'g'ri aytyapti u. Bog'chalar haqida gap ketyapti. Ertaga bu yil qish haqiqatan juda ham sovuq va tez keladi degan masala bor. Uspetni olib qila olmaysiz. Hozir to'g'ri aytyapti, yana bitta masalasi o'sha xodimlarni hozirdan to'g'ri ishga olish hali bor, vaqtimiz bor. Olsin olsangiz 15-oktyabrgacha уже bolalar bu o'qishi salkam bir oylik o'qish. Ya'ni bir oy o'qib sizni o'zi afronay qilgan paytda oktyabr ko'rishkasini kirib kelish kerak o'zi. Bular hujjati bilan. Siz misol uchun oktyabr oyida ishga olsangiz keyin yana bir oy o'qisangiz u narsani ertaga xudo ko'rsatgan orada nima vaziyat bo'lsa, ertaga olib tashlaysiz siz peshanangizdan. Siz nima uchun hujjati yo'q bo'lgan odamni ishga olinganingiz uchun. Deganlar yo'q-ku. O'shanaqa xarakter davay bo'lgan paytda ayrim direktorlar o'zlarini otasi, eri, xotini, o'g'lini aqlini paytda qo'rqib ketadi. Biron bir holat bo'ladigan bo'lsa, endi bu boya rais aytganlaridek viloyat yo respublika miqyosiga chiqib ketmaslik uchun shu yerda o'zimiz bir oila bo'lib shu masalani muhokama qilaylik degan maqsadda men aytaman bu narsani. Yana ertaga qabul bo'lmaydi, yana u hamma gapga yomon tushadi. O'shadan tashqari sog'liqlar bor, o'shalarni o'shada mablag' mavjud. Hozir kommunalnikiga oxirgi marta yo'naltirganmiz, shundan keyin pul qolgan. 100 ming maosh puli bor. Hozir aytishlari bo'yicha unaqa katta summa chiqdi. O'shanda yo'naltirsa bo'ladi. Maksimum o'zi 1 million, 1,5 million umumiy fond xalqlar bilan qilasiz. 1 million bo'lsa. Bozor va jamiyat. Shu topar yopsa bo'ladi. Bunaqa ko'p katta summa talab qilmaydi. 1,5 million. 2 milliongacha Tendersiz. Yo'q, davlat tashkiloti. Jamiyat. Boshqa shahar tumanlariga o'xshab 40 ta maktab hammasi 100% emasda, 7 tagina maktab, 3gina bog'cha. O'sha hisoblasak 10 taga. Shunday sizning takliflar bor. Hozir o'sha
ta'limini xuddi shu narsaga mas'ul odam bo'lishi kerak. Ular o'sha narsani tushunmayaptilar. O'sha kuz-qish mavsumi bizda shunaqa tushuncha borki, faqat shu ataplayni bo'lsa bo'ldi. O'sha kuz-qish mavsumi. Xuddi aytdik, o'sha bo'ron tozalash ham o'sha ataplayni sizlar o'sha pechlar yoqadi, gazlar qishadi, to'g'ri boshqa ular ham kirib ketadi. Oynalarni qo'yish bormi yoki bo'lmasa latoklarni tozalash bormi hammasiga. O'shaning uchun ответственный deydi ruschasiga. O'sha tushunadigan odam bo'lishi kerak. Har bitta bog'dan maktabgacha ta'lim, maktabni aylantirgan odam kerakda. O'sha odam tushunadigan. O'sha yerda doimiy komissiyada xuddi shu narsalarni aytdik. Kamchilikka qo'shimcha sifatida yana hozir aytildi o'sha narsa. Sizni o'zi alohida o'z komissiyangiz bor. Ekspluatatsiya bo'limxonasi, bosh muhandisi Bundan tashqari favqulodda vaziyatlar bo'yicha, to'g'ri, favqulodda vaziyat bo'yicha, mehnat muhofazasi bo'yicha alohida komissiya, alohida javobgar shaxslar bor. shtab bor, o'zbek shtab bor, shtab bor. Demoqchi bo'lgan kuz-qish mavsumiga mablag' ajratilgan bo'lsa, o'shalarni ham borsak, o'shalar ichidan o'tirib ketish mumkin. Agar mablag' ajratilgan bo'lsa, ular bilmaydi o'sha narsani. Haydar bu har yili yanvar oyidan aprel oyigacha 100% maktab bog'chalarini to'liq tekshirib ko'ramiz. To'liq tekshirib, asosli qilib yozib beriladi. Asos yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonunni bandlar. Yo bo'lmasa Vazirlar Mahkamasining 649-sonli qarorining bandlar. Bu biron tozalanishi, misol signalizatsiyalarga texnik xizmat ko'rsatilishi, ayrim tushuntirlarning derazalarga qilinishi, bajarishlarning bo'yalishi, hududlarning qo'l-qo'llardan tozalanishi, yonishi oldini olish xizmatlari. Hammasini asosli qilib band qilib beramiz. Har bitta maktabga beriladi. Viloyatlarda direktorlarga biz bilan hal bilan chiqdik. Bermadi, ajratmadi. Asosiy masalalar Ruxsat bersangiz hozir aniq reglamentimiz boridan ruxsat bo'lgan. Qolgan takliflar keyin borayotganda olib beraman. Qaror loyihasiga taklif inovatga olgan holda ketamiz. Reglamentga kelib chiqqan holda sanitariya bersakda ruxsat bersangiz joyida agar siz joyida shunday joyida deb o'ylang. Faqat qisqa konkretdan nima kamchiligi bor. Joy va rahbar aytgandek konkret ham kamchiligi bilan maktabda desangiz yetadi. Shu taklifni qabul qilamiz. Hurmatli deputatlar, doktor o'zingiz aytib o'tganingizdek takliflarimiz maktab sonlari bilan hali ko'rsatib murojaatimiz bor. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-25 apreldagi 352 sonli qarori bilan reja jadvali asosida 2025-26 yillardagi maktablarning qaysi vaqtda tekshirilishi rejalangan. Reja xalq ta'limi bo'limi bilan tasdiqlangan holda unga amal qilib tekshiriladi. Asosiy kamchiliklar maktablarda sog'lom ovqatlanishni tashkil etishda ijara shartnomalari asosida 11 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat olib boradi. Umumta'lim maktablari, o'rta maxsus ta'lim maktablarida o'quvchilar ovqatlanishini tashkil etishni sanitariya epidemiologik talablari, sanitar qoida me'yorimiz bor. 0017-21 talablariga ko'ra brakiraj komissiyasi tashkil etilgan bo'lib, biroq nazorat to'liq olib borilmagan. Ya'ni 2-chi, 3-chi, 7-chi, 10-chi, 11-chi, 16-chi, 1-chi, 5-chi, 14-chi, 23-chi maktablarda hamshiralar tomonidan kunlik tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlaridan sutkalik namunalar to'liq olib borilmagan. Oshxonalarda taqiqlangan oziq-ovqat mahsulotlarining tayyorlanishlari qayd etilgan. 18, 21, 20, 19, 3, 1, 14, 16, 17, 22 maktablar old hududlarida tadbirkorlar tomonidan